Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda sun'iy intellekt dasturchilarning o'rnini egallaydimi, yo'qmi? Bu kasb kelajagi bormi? Yo'qolib ketyaptimi? Yo'qolish arafasida turibdimi? Ertaga nima bo'ladi? O'rganishga arziydimi? Davom ettirishga arziydimi? Nima bo'ladi? degan savollarga javob bermoqchiman. O'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda va shu mavzuni o'rganib, yaxshilab chuqur o'rganib va o'zimni katta dasturchi sifatida sizlarga fikrimni aytmoqchiman. Bu hamma savollarga va shu hamma xavotiringlarga javob bermoqchiman. Eng kamida 2-3 yilga, xudo xohlasa, chunki kelajakni hech kim bilmaydi. Ertaga nima bo'lishini men ham bilmayman. O'shanga uzog'i bilan shu 2-3 yilga qanaqa bo'ladi shuni ayta olmayman. Chunki bu narsa ham sun'iy intellekt ham 2 yil oldin yo'q edi. Bunaqa savollar, bunaqa mavzu umuman 2 yil oldin hammasi zo'r gullab yashnagan paytlar edi. Mana 2 yildan keyin qarabsizlarki, hamma xavotirda. Dasturchilar o'zi ertaga bo'ladimi, yo'qmi? Bundan keyin nima bo'ladi? Chunki sun'iy intellekt hozir ancha dasturchilardan yaxshiroq kod yozadi. Nima buyursanglar yozib beradi. Dasturchilarga buyurdingiz nima-yu, undan ko'ra ChatGPTga kirib, nima xohlayotganini yozsanglar, u ham shu kodni qilib beradi. Ma'bda qimmatga pul to'lab odam ishlatsangiz, u ham endi o'rganganmi yo qanaqa pala-parcha qilib beradi. Ikkalasi ham qilib beryapti. Undan ko'ra mana bu tekinga bunday qildirgan yaxshi emasmi degan savol tug'ilyapti kompaniyalarda. O'shanga bu savolinglarga javob bermoqchiman. Ayniqsa bu video, bu tabiiy, bunaqa savollar bo'lishi tabiiy holat. Ayniqsa endi boshlayotganlar, yo dasturchilarga dasturlashga kirib kelmoqchi bo'lganlar, kirib kelganlar, yo kirmoqchi bo'lib turganlarga juda ham qiziq savol bu. Chunki rostdan ham kelajagini o'ylaydi. Bu kasb bormi, yo'qmi o'zi ertaga? Misol sun'iy intellekt, robotlar kelib, balki ertaga robotlar ishlar. O'shanga javob bermoqchiman. Bu nafaqat dasturlashda hamma sohani buzib tashladi. Sun'iy intellekt bitta qilib aytadigan bo'lsak, hamma sohaga kirib keldi. Qo'l tegmagan, egallamagan, qo'shilmagan sohasi qolmadi sun'iy intellektni. Shunga faqat biz emas, dasturchilar emas, hamma yoqda shunaqa 3D modelda, video edit qilishda, rassomlar, mana bu kreativ, ya'ni san'atkorlar, qo'shiq, hamma sohada egallar bo'ldi. O'shanga bu sun'iy intellekt o'zi nima, hozirgi holati qanaqa, o'sha haqida aytmoqchiman. Hozir nima qila oladi, nima qila olmaydi va kelajakda ertaga qaysi yo'nalishga qarab ketyapti bu sun'iy intellekt va yangi kasblar, sun'iy intellekt yaratadigan yangi kasblar, yangi rollarni aytib bermoqchiman. Xo'p, va kimlarni birinchi bo'lib egallaydi? Qaysi kasblar birinchi bo'lib sun'iy intellekt tomonidan egallanadi? Shu haqida ham qisqacha aytib o'tib ketaman. Va o'zingizni qanaqa qilib buni oldini olish, ya'ni kelajakda o'zingizni qanaqa qilib o'rningizni mustahkamlab olish haqida ham aytib bermoqchiman. Nima qilsangiz sizni egallab bo'lmaydigan odamga, mutaxassisga aylanishingiz mumkin. Shu yo'llarni ham aytib, tushuntirib ketmoqchiman va oxirida bonus va xulosa qilamiz, ya'ni sun'iy intellekt qanaqa bo'ladi bu yog'iga. Videoni oxirigacha ko'ring, juda ham foydali va qiziqarli bo'ladi. Meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, ismim Suhrob, senior dasturchiman. Dasturlash noldan boshlab professional darajagacha o'rganmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimga kirib obuna bo'ling va meni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda, Telegramda, LinkedInda, Instagramda ham kuzatishni unutmang. Obuna bo'lib qo'ying ularga ham. YouTube'da qo'ymagan boshqa post ko'rinishidagi video, tekst va rasm ko'rinishidagi postlarimni yoqda berib boraman. Shunga kuzatib boring. Xo'p, demak, boshladik. Xo'p, birinchi bo'lib qisqacha tarixdan boshlaydigan bo'lsak, ya'ni bu narsa birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. To'g'ri, sun'iy intellekt endi rivojlanishni boshladi, lekin bundan oldin boshqa texnologiyalar ham kasblarni egallagan. Ya'ni misol uchun men o'rgandim shu narsani, kalkulyator. Ya'ni to'g'ri u paytda bilan sizlar bo'lganmisizlar yo'qmi? Men bo'lmaganman. Kalkulyator chiqqanda ham, birinchi marta chiqqanda bo'ldi, matematiklar, ya'ni o'sha hisob-kitobchilarning ishi o'ldi, ya'ni hisob-kitob bo'lib tugadi. Unaqa odamlar kerak emas deyilgan ekan, lekin mana ko'rib turibsizlar, matematiklar bu shunchaki kalkulyator qo'shimcha, ya'ni qurol sifatida, ish quroli sifatida ishlatilmoqda. Ya'ni u butun olimlarning o'rnini egallagani yo'q, butun odamlarning kasblarning o'rnini egallamadi. Shunchaki qurol sifatida ishlatilyapti. Xo'p, yoki bo'lmasa kompyuter chiqqanda ham, o'sha Excel chiqqanda ham ancha kasblarni, ya'ni qog'ozlarning o'rnini egallagan, lekin mana shu hammasi kalkulyator ham, boshqa Excel ham, mana o'zimizda yaqqol misol Paynet ham, mana Paynetlar ham yo'q bo'lib ketdi. Yaqin orada Paynetlar bor edi, hozir hech qayerda ko'rmayman. Hech kim Paynet ishlatmaydi, to'g'ridan-to'g'ri telefondan tashiydi. Ko'p kasblar yo'qolib ketadi, lekin bu yo'qolgani bilan butun tarixda shuni ko'rsatadiki, bu to'g'ri eski kasblarni yo'qotadi, lekin o'zi bilan yangi kasblarni, yangi rollarni, vakansiyalarni yaratadi. Bu sun'iy intellektdan bitta maqolada o'qidim. 2030-yilga kelib
20 trillionlik butun dunyoni o'sha yalpi ichki mahsulotiga 20 trillionlik qo'shimcha qo'shar ekan. Bu sun'iy intellekt tomonidan ishlab chiqarilgan, ya'ni qo'shimcha 20 trillion, salkam 20 trillion, 19.9 trillion. Bu butun global dunyo GDP'sini, ya'ni yalpi ichki mahsulotini 3,5% tashkil qilar ekan. Ya'ni ko'rib turganimizdek, juda ham katta hissasini qo'shyapti bu butun dunyoni ishlab chiqarishiga. O'shaning uchun bundan xavotir olmasak bo'ladi. Misol umumiy qoida shuki, to'g'ri, ba'zi kasblarni egallaydi, ko'p kasblarni egallaydi, lekin ularni yo'qotgani bilan o'zi yangi kasblarni yaratadi. Ya'ni endi sun'iy intellektni biz ishlatamiz. Mana oldingi o'tganlarga o'xshab, mana yangi frameworklarni ham, misol uchun frameworklarni ham oladigan bo'lsak, ular hammasi dasturchilarga yordam beradi. Ya'ni qurol sifatida, qo'shimcha sifatida to'ldiradi desak bo'ladi, to'ldiradi. Ya'ni oxirida xulosam ham shu ediki, boshidan aytib qo'yaman. Sun'iy intellekt egallamaydi, balki to'ldiradi, dasturchilarni to'ldiradi. Hozir bu haqida chuqurroq yana aytib beraman. Xo'p, sun'iy intellekt hozir nima qila oladi? Hozir nima qila oladi va nima qila olmaydi? Aytadigan bo'lsak, birinchi nima qila oladi? Hozir takrorlanadigan kodni sun'iy intellekt zo'r yaratadi. Eng zo'r kuchli tarafi takrorlanadigan narsalar. Bitta dasturlashda emas, hamma sohada qaysi takrorlanadigan soha bo'lsa, sun'iy intellekt o'shani birinchi bo'lib egallaydi. Takrorlanadigan ishlarni bittada egallaydi. Chunki bu uni kuchli tarafi shu. Va o'sha generatsiya qilish, rasm generatsiya, video, audio hamma va kod generatsiya ham, chunki juda kodlarni o'qigan. Kod generatsiya qilishda ham uni kuchli tarafi hisoblanadi. Debug qilish, ya'ni bor kodni shu xatolarni topish yoki CRUD, ya'ni oddiy CRUD amallarini hozir juda ham zo'r bajaradi. Oddiy vazifalarni bajaradi. Yana qo'shimcha, ya'ni misol uchun yengilliklar, nimadir takliflar berish mumkin kod bo'yicha. Kod generatsiya bo'yicha yaxshi ishlab turibdi hozirgi paytida. Lekin minusi shuki, minuslardan biri katta loyihalarda ishlamaydi. Ya'ni o'ziga katta loyihalarni sig'dira olmaydi miyasiga. Hozircha shunaqa. Endi bu ham menimcha kelajakda juda ham tez fursatda butun proyektni tushunadigan bo'ladi deb o'ylayman. Lekin hozirgi holatida shu katta loyihalarni miyasiga sig'dira olmaydi. Men bular hammasi meni o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holda shu sun'iy intellektni uzoq vaqtdan beri ishlatadigan, salkam birinchi chiqqandan beri ishlatadigan odam sifatida aytishim mumkin. Katta narsalarda achib ketadi, umuman boshqa jinnilashib boshlaydi, to'g'risi. O'shanga hali zo'r emas. Hozircha. Va arxitekturada ham katta xato qiladi. Ya'ni arxitekturani o'sha qaror qabul qilishda yaxshi fikrlamaydi. Uni to'g'irlash kerak. Misol uchun to'g'irla. Men o'zim ko'p aytaman shunaqa, refaktor qilgan. Hamtini to'g'irla, yo'q bunaqa emas, bunaqaroq qil deb aytaman. Va biznes logikasi ham yaxshi emas hali. Nimaga? Buni sababi ham bor, chunki sun'iy intellekt o'sha ochiq loyihalarda mashq qildirilgan, ya'ni GitHubdagi ochiq loyihalarning 99% yomon kod bilan yozilgan. Ya'ni ochiq kodda unaqa zo'r kod yozilmagan. Hamma zo'r kodlar refaktor qilingan, chiroyli kodlar bu yopiq kompaniyalarda, ya'ni ularni ochiqlamagan. Misol katta kompaniyalarning kodi yopiq bo'ladi. Ularning kodi chiroyli, zo'r yozilgan. ChatGPT ularda mashq qildirilmagan. Bu yoqdagi ochiq koddagi ko'pchilik 90% kod o'zi GitHubda ham ko'radigan bo'lsanglar, yangi dasturchilarning kodi ularniki unaqa zo'r bo'lmaydi. Bu ChatGPT ham o'shalarda mashq qildirilgan, zo'r kodlarda emas. O'shaning uchun uni ham tabiiy ravishda shunaqa axlat kod yozadi desak bo'ladi. Va yomon tarafi, hozir nima qila olmaydi? Shu yomon tarafi shu axlat kod yozadi. Men o'zim ham bir xil paytlarda shunaqa bo'lib ketadiki, u meni vaqtimni qisqartirish o'rniga qaytanga meni vaqtimni oladi, uzoqlashtiradi juda ham. Katta kod yozib beradi, tushunarsiz kod yozadi yoki uzun kod yozadi, o'shanga qaytanga vaqtni oladi. Ozgina misol chalkashib qolsangiz, o'ralashib qolsangiz, sizni qaytanga uzoq yo'ldan olib borib vaqtingizni olgani qoladi. O'shaning uchun hali mukammal emas bu narsa. Lekin mana bu aytganim, endi meni darajam o'sha senior darajasida, ya'ni katta dasturchi darajasida ChatGPT shunaqa ishlaydi. Lekin bu narsani juniorlar yoki middle dasturchilar ham bu narsani ko'rib wow deyishi mumkin. Va shundan xulosa qiladigan bo'lsak, hozirgi holatida sun'iy intellekt juniorlarni 100% egallaydi o'rnini. Junior dasturchilar
egallaydi. Chunki ular juniorlar ham asosan o'zi o'ylamaydi, bor kodni takrorlaydi. Yaqinda o'rgangan narsani takrorlaydi. GPT ham xuddi shunaqa sun'iy intellekt ham bu takrorlanadigan kodni yozishga usta. Middle'larni ham qisman egallaydi. Middle'larda ham ehtiyot bo'lish kerak, sekin-sekin egallab boryapti. Bu narsani o'sha Mark Zuckerberg ham o'sha Joe Rogan bilan podkastda aytdi. Middle'larni ham egallaydi. Ya'ni biz o'zimiz dasturchilarimizni 20% ga qisqartirmoqchimiz dedi. Kelajakda faqat o'sha bitta ikkita katta dasturchilardan boshqa qolgan kodni sun'iy intellektga yozdirmoqchimiz dedi. Lekin hali u darajagacha yetganimiz yo'q. O'shanga hozircha unaqa zo'r kod yozmaydi sun'iy intellekt, xavotir olmasak bo'ladi. Nimalar qilolmaydi? Kreativ o'ylanmaydi sun'iy intellekt, ya'ni faqat o'sha oddiy, juda ham oddiy, sodda o'ylaydi va o'sha muammolarni yechishda, yangi dizaynni taklif qilishda, qaror qabul qilishda yaxshi emas hozircha va o'sha talablarni ham to'liq bajarmaydi. Talablarni adashib ketadi. Sal ko'proq talab berasiz, adashib ketib chalkashib sizni qaytadan adashtirib qo'yadi. Va kodi yaxshi emas. Eng yomon tarafini, minusini aytadigan bo'lsam, kodi yaxshi emas sun'iy intellektni. Va sizni qaytadan qiyinlashtiradi. Ya'ni eski kod bilan ishlashda, yangi kodlarni ham bilmaydi. Misol, yangi narsa chiqqan bo'lsa, sun'iy intellekt bilmaydi bu narsani. O'shanga yengilliklardan ham orqada qolib ketgan. Bu ham juda katta minusi. Xo'p, endi demak, xulosa qiladigan bo'lsak, sun'iy intellekt dasturchilarni, senior dasturchilar umuman xavotir olmasa bo'ladi. O'zi bu videoni menimcha ular ko'rmayapti ham, chunki asosan boshlang'ichlarda bu savol tug'iladi. Boshlang'ich bo'lsangiz, iloji boricha tajribangizni orttiring. O'sha juda ham ko'p loyihalar qilib, darajangizni oshiring. Bu chunki juniorlar aytgandek, hozir misol uchun middle dasturchi shu sun'iy intellektni ishlatib 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta odam qiladigan ishni bir o'zi qilyapti. Bu degani o'sha boshqalarning ham o'rnini egalladi degani. Seniorlar ham xuddi shunaqa to'g'ri, misol uchun katta, qiyin muammolarni yechishda ishlatmasa ham oddiy takrorlanadigan sodda narsalarga kod generatsiya qildirilishyapti shu sun'iy intellekt davomida. O'shaning uchun juniorlarning o'rniga oldin juniorga buyurilgan bo'lsa, hozir ChatGPT ga aytadi, darrov deb yaratib beradi. O'sha junior yozgandan ham zo'r qilib yaratib beradi. O'shaning uchun junior bo'lsangiz, xavfli holatdasiz. Tez bu darajadan chiqib ketib, keyingi darajaga middle va seniorga o'tishingiz kerak. Bu tajriba orqali, ishlash orqali va bu sun'iy intellektni o'ziga qurol sifatida ishlating. Dushman sifatida emas, qurol sifatida va bunga ko'nikish kerak. Shu ko'nikuvchan bo'lish kerak-da, moslashib shuni ishlatib davom etish kerak. Bunga qarshilik qilmasdan, yo'q, egallamaydi va bemalol yursam bo'ladi emas. Chunki allaqachon egallab bo'ldi. Xo'p, yangi kasblarga keladigan bo'lsak, sun'iy intellekt o'zi bilan birga allaqachon yaratib bo'ldi. Prompt engineer degan kasb yaratdi. Prompt engineer degani bu o'sha ChatGPT ga prompt yozadi, ya'ni o'sha xohlayotgan narsasini GPT ga chiroyli qilib yozadi va uni yozish ham qoidalari bor. ChatGPT ga oddiy menga mana buni yaratib ber deyish mumkin yoki uni qoidalari ham bor. Misol uchun yaxshiroq natija olish uchun u GPT dan, AI dan o'sha mana bu buyrug'ni yaxshilash kerak. Misol uchun san ekspert, senior dasturchisan deb boshlanish mumkin yoki uzoq yillik tajribali dasturchisan, menga bunaqa yaratib ber, bunaqa bo'lsin deb o'sha buyrug'ni yaxshilash injenerlari paydo bo'lgan. Xo'p, yana bu sun'iy intellekt servislarni ham o'rnini egallab bo'ldi. Ancha servislarni, 3-chi servislarni, misol uchun hozir API chiqqan, hamma sun'iy intellektda APIsi bor. Siz o'zingiz yangi servis yaratgandan ko'ra shu API ni ishlatib ishlaringizni qildirasiz bo'ladi. Misol uchun mana izohlarni oladigan bo'lsa, izohlarni aniqlash. Bu negativmi yoki pozitiv izohmi? Aniqlash kerak. Buni kod bilan qiladigan bo'lsangiz, uzoq vaqtingiz ketib qoladi. Uni o'zingiz boshqatdan qilib, undan ko'ra shuni ChatGPT ning API-siga ulaysiz, izohingizni jo'natasiz. Bu izoh o'sha foydalimi, foydasizmi yoki negativmi yoki so'kinish bormi deysiz. U ha, yo'q qaytaradi. Mana bu bitta servis o'rnini egalladi. Bunaqa ko'p tekstlar, misol uchun katta tekst jo'natasizda, menga buni o'sha nima deydi, xulosasini qilib ber, xulosasini jo'nat deysiz. Buni o'zingiz qiladigan bo'lsangiz, ancha vaqtingiz ketib qoladi. Kodingiz ham yaxshi chiqmaydi. Undan ko'ra shuni API-sini ulab, shu servis sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana bu yangi rollar
Ya'ni bu siz dasturchilarga ham plus tarafi, ya'ni siz endi startap qilsangiz bo'ladi. Bu sun'iy intellektlarni ustini o'rab, shunaqa yangi startaplar chiqarsangiz bo'ladi. Xo'p, endi birinchi bo'lib egallaydigan kasblarni aytadigan bo'lsam, aytgandek birinchi bo'lib juniorlarni egallaydi. Hozir junior, sun'iy intellektni ishlatadigan junior o'sha 5-6 ta junior ishini qiladi mana shu sun'iy intellekt yordamida yoki middle dasturchi. O'shaning uchun aytganimdek juniorlar takrorlanadigan kasblardan qochib tezroq tajriba, misol uchun 10 yillik dasturchini hech qachon egallay olmaydi, chunki uni 10 yil tajribasi bor. Uni juda katta qiymat bera oladi. Dasturchiga, butun jamoaga, guruhga u katta qiymat bera oladi. O'zining tajribasi bilan, o'rgangan narsalari bilan. Sun'iy intellekt hech qachon 10 yillik yo 7 yillik dasturchining o'rnini egallay olmaydi. To'g'ri, kod taraflama egallaydi, kod yozish bo'yicha, lekin kod yozish hamma narsa emas. U biznes logika, uni mantiqiy o'ylash, muammolarni yechish, arxitekturasini, dizaynini tuzish, butun dasturni, bu narsalar yillar davomida tajriba talab qiladi. AIda bu narsa yo'q. O'shaning uchun juniorlar birinchi bo'lib egallanadigan hisoblanadi. Shu boya aytganimdek, o'sha qoida takrorlanadigan kasblar, vazifalardan kelib chiqqan. Va yana bitta narsa, bu sun'iy intellekt butun kasbni egallamaydi. Kasb bilsanglar, o'sha tasklardan, ya'ni mashqlardan yoki qismlardan tashkil topgan. Bu sun'iy intellekt shu ma'lum bir takrorlanadigan qismlarini o'rnini egallaydi. Butun kasb emas. Kasb misol uchun 10 ta vazifadan tashkil topgan bo'lsa, sun'iy intellekt 3 tasini egallashi mumkin. Chunki takrorlanadeganda uni odam qilish shart emas. Shu AI qila oladi, o'shanga bu narsa egallaydi. Mana misol uchun yana boya tarixda aytmoqchiman, WordPress chiqqanda ham, bu paytda ham men dasturchi emas edim. WordPress chiqqanda ham shunaqa bo'lgan. Bu yog'iga endi saytlar bo'ldi, dasturchilarning ishi o'ldi, bu yog'iga saytlarga hech kim kerak emas. Hamma WordPress ishlatadi deydi. Lekin mana haligacha saytlar yaratishadi. WordPressda ham to'g'ri yaratishadi, lekin butun sayt yaratadiganlarni o'rnini egallagani yo'q. Haligacha odamlar o'zi qo'lda saytda, dizaynda saytlar qildirishadi. Qaytanga WordPressda hamma saytlar ham tushirmaydi. To'g'ri, arzonga, misol uchun saytda dizayniga umuman ahamiyat bermaydigan odam qildirishi mumkin, lekin bu ham ishini olgani yo'q, shunchaki qurol sifatida ishlatilmoqda. Yana bitta misol. Va CRUD va API'larni o'rnini, katta mantiq ishlatilmagan dasturlarni o'rnini egallaydi. Unaqa dasturlarni endi dasturchiga yaratish shart emas. Sun'iy intellektga menga bunday kichkinagina dastur yaratib bersangiz, uni yaxshigina yaratib beradi. Qimmatga dasturchi ishlatish shart emas. Shu oddiy CRUD va API'larni o'rnini birinchi navbatda egallaydi va allaqachon egallab bo'lgan bu narsa. Endi o'zingizda qanaqa qilib bu narsaga tayyorlashingiz kerak. Ya'ni kelajakda shu narsaga sizni egallay olmaydigan darajaga chiqarishni aytadigan bo'lsam, birinchi marta bu sun'iy intellektni yaxshilab o'rganing. Har taraflama o'rganing. Yangiliklardan, har kuni yangi chiqayotgan yangiliklarni kuzatib boring va bu narsaga moslashib o'rganing. O'zingizga bu narsani qurol sifatida ishlating har kunlik hayotingizda. Va juniorlarga maslahat bergan bo'lardim. O'rganayotgan paytingizda, boshlang'ich dasturchilar o'rganayotgan paytingizda sun'iy intellekt davomida kod yaratmang, qaytanga o'zingiz shu narsani yarating. Ya'ni o'zingiz qiling, chunki u bir pasda yozib beradi. Bizga paytda, men o'rganayotgan paytda bo'lmagan, misol uchun sun'iy. Bunaqa umuman Stack Overflow degan narsa bor edi. Hozir yangi dasturchilar menimcha bilishmaydi, nimaligini ham bilishmaydi. Stack Overflowda o'sha Google ga yozardik. Mana hozir dinozavr deb eshitilishi mumkin. Google ga yozardik, xato chiqib keladi. Uni Stack Overflowga kirib bir nechta javoblarni qidirib, ularni qo'yib ko'rib, hozir shunday bunda xatoni bundoq kopiya qilib bu yoqqa tashlaysiz, bo'ldi, sizga hammasini qilib beradi. Qidirib o'tirish ham shart emas. Yaqinda bitta post qo'ydim, shunaqa. Hozir siz Google ishlatsangiz ham siz qari hisoblanasiz. Zamondan orqada qolibsiz. Agar hali ham Google ishlatayotgan bo'lsangiz, zamondan orqada qolibsiz. Chunki hozir hamma AI, sun'iy intellekt, chatlarni ishlatadi, model, LLM. O'shanga bunga ko'nikish kerak, tezroq shu bilan yurish kerak birga. Bo'lmasa qolib ketasiz. Shu ishsiz qolib ketasiz oxiri. Shu va keyingi maslahatim juniorlarga sistem dizaynni o'rganing, ya'ni sistemalarni dizaynini tuzish, arxitekturani tuzish. Buni yaxshilab. GPT buni umuman bilmaydi. To'g'ri, maslahat berishi mumkin, mana bunaqa qilib, bunaqa qil deb, lekin u zo'r emas. Bu narsani haqiqiy kodda, o'sha loyihalarda o'rganing, dizaynni tuzish, arxitektura, DevOps qismlarini, CI/CD shularni yaxshilab o'rganing. Shunda sizni o'rningizni egallay olmaydi hozircha. Va
Shu soft skill'lar, ya'ni soft skill'lar o'sha odamlar bilan gaplashish, muloqot qilish, o'zingizni sota bilish birovlarga, yaxshi gaplashish. Chunki u sizni kodlashingiz boshqa mavzu, odamlarga yoqishingiz, ishda yoqishingiz, intervyuda, misol uchun rekruterga yoqishingiz yoki qolgan odamlarga yoqishingiz, sizni yoqsa, shunaqa intervyular bo'lgan, o'sha boshqa umuman boshqa mavzuda gaplashib o'tirishganda, odam yoqqandan keyin bo'ldi, ishga kirding, qo'yib boshqaga yopamizda, o'zimiz nimaga qiziqasan-da, o'zingga qiziqqan bitta mavzu topib qolib gaplashib o'tirishgan, bunaqa holatlar ham ko'p bo'ladi. O'shanga o'zingizni communication, ya'ni birovlar bilan muloqot qilish sifatlaringizni rivojlantiring. Odamlar bilan, komanda bilan ishlash va ko'proq mahsulotlar yarating. Faqat kod yozmang-da, o'sha muammoni yechish, o'sha logikani, mantiqni ishlating. GPT hech qachon bu narsani egallay olmaydi. Mantiqni, o'ylashni. Ya'ni endi balki kelajakda shunaqa juda ham kuchli modellar chiqar balkim, odam bilan o'zi shu tarafga qarab ketilyapti o'zi. Odamchalik o'ylaydigan, ya'ni o'zi o'rganadigan. Odam ham dunyoga qo'yib yuborilsa o'rganadi-yu o'zi. Shunaqa o'zini o'zi o'rgatadigan modellar ham chiqyapti, lekin hali bor bu narsaga 10 yillab ketishi mumkin deyishyapti o'sha ekspertlar sun'iy intellekt bo'yicha. Lekin hali unaqa emas. Hali sun'iy intellekt unaqa odamchalik o'ylanmaydi hali. Kuchli unaqa mantiqiy o'ylanmaydi. O'shaning uchun mantiqni rivojlantiring. O'sha muammolarni yechishni, arxitektura, dizayn tuzishni, o'zingizni darajangizni rivojlantiring, o'sing. Bu sun'iy intellektni qurol sifatida ishlatib va o'zingiz o'rganing. Shuni qo'lda o'zingiz qiling. Bu yaratib bo'ldi, mana topshirdim emas. U nima uchun, qanaqa qilib ishlayapti, shu tegini o'rganing, shu kodni. Va mana shu xulosa qiladigan bo'lsak, boshida aytganimdek, demak, sun'iy intellekt butun kasbni to'liq egallamaydi. Kasbni takrorlanadigan ma'lum bir qismlarini egallaydi. Qolgani odam qismi, odamni o'sha odam ta'sir qiladigan qismi qoladi, o'sha qoladi. Chunki odamsiz hech qayerga ketmaydi. Misol uchun to'g'ri kod yozgani bilan hech qaysi biznesmen o'zi sayt yaratmaydi va buni vaqti ham yo'q, u qiziq ham emas unga. Sun'iy intellekt yaratar ekan deb ChatGPT kirib yarab, u hostingga o'rganib hech kim qilmaydi. Kimdir bitta odam chaqiradi, mana AI ishlatsang ishlat deydi, menga sayt yaratib ber deydi. Baribir sayt yaratadigan odam kerak, dastur yaratadigan odam kerak. Baribir o'sha misol biznesmen, chunki hamma biznesga yaratadi yo davlatga yaratadi. Davlat hech qachon baribir bundan ham zo'ri chiqqani bilan o'zi qilmaydi. Baribir bitta dasturchini chaqiradida, men xohlagan ishlasang ishla, mana senga pul deydi, mana misol $10,000, $100,000 dastur yaratib ber menga deydi. U ish hech qachon ketmaydi baribir. Shu to'liq kasb egallamaydi, ma'lum bir takrorlanadigan qismini egallaydi va ayniqsa junior, middle'larni o'rnini tez egallaydi. Shunga siz darajangizni tezroq oshiring, bularni qurol sifatida ishlatib moslashish kerak va bu sun'iy intellekt dasturchilarning o'rnini egallamaydi, balki o'rnini to'ldiradi deb xulosa qilamiz. Ya'ni xuddi WordPressga o'xshab, kalkulyatorga o'xshab, Excelga o'xshab tarixiy misollardan sizni to'ldiradi, ya'ni kasb to'ldiradi. To'g'ri, ma'lum takrorlanadigan kasblarning o'rnini egallaydi, lekin o'zi bitta kasb egallagani bilan o'zi 3 ta kasb yaratyapti. Shuni ham esdan chiqarmang. Shu narsani sizlar bilan bo'lishmoqchi edim. Menimcha foydali bo'ldi deb o'ylayman. Hamma savolingizga yoki o'sha o'zingizlarni qiziqtirgan yoki shu narsa haqida o'ylab yurgan shu anaqa xavotiringizga javob topdinglar deb o'ylayman. Nima savolinglar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar, javob beraman, hammasiga harakat qilaman. Yoki bo'lmasa Telegramda guruhimizda qatnashib, guruhga yozinglar, yo o'zimga yozinglar, u yoqda ham aktiv qatnashib javob beraman. Nima qolib ketdi? Qaysi mavzuni aytmadim? Balki sizga qiziq bo'lgan boshqa mavzuni aytmagan bo'lsam, uni ham izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va boshqa shunga o'xshash qiziqarli dasturlar, umuman IT ga oid saralangan mavzular haqida video ko'rishni o'tkazib yubormaslikni xohlasangiz, kanalimga obuna bo'lib kuzatib boring. Rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha.